Ko'chmas mulk olayotganinglarda deyarli har bittala uchraydigan muammoga osongina yechim topdik. Xoh u joyingiz noturar bo'lsin, turar bo'lsin, quruq yer bo'lsin. Olayotganingizda davlat ro'yxatdan o'tganmi, u joyning tarixi qanaqa va chegaralari qaysi ko'rinishda turib, har xil tashkilotlarga kirib, vaqtlar ketib, sarson bo'lasiz. Oddiy yechimni topib qo'ying. Telefon bo'lsin, kompyuter bo'lsin, birinchi kiradigan saytinglar open.negis.u saytiga kirsanglar, butun respublika bo'yicha ma'lumot bor. Biz endi Toshkentda bo'lganimiz uchun Toshkentni bitta misol qilib ko'rsatamiz. Deylik, mana shu mahallaga yaqinlashtirsak, har bitta xonadonni chegaralari va kadastr raqamlari bilan ko'rsatgan. Deylik, mana shu joy sizga qiziq. Bitta bosadigan bo'lsangiz, kadastr raqami paydo bo'ladi. Uni belgilaymiz. Keyingi qiladigan ishimiz davrist.uz saytiga kirib, o'sha belgilagan kadastringizni mana shu yerga kirib qilasiz. Undan keyin bu o'tmasligingizni isbotlash uchun mana shu kodni kirgizib, poyst beradigan bo'lsangiz, tagida hamma ma'lumotlar kelib chiqadi. Ya'ni amalda qancha, o'z boshimcha egallangan maydoni qancha, imorat tegi maydoni qancha, kadastr qiymati qancha, hamma ma'lumotlarni ko'rsatadi va eng oxirgi qiladigan ishimiz o'sha uyning egasigina foydalana oladi. mygo.uz saytiga kirib, ko'chmas mulkni tanlab turib, ko'chmas mulk tarixi degan xizmat ko'rsatishdan foydalansa, o'sha joyga taalluqli bo'lgan hamma ma'lumotlarni ochiqlab beradi va o'sha ma'lumotlarni olib turib, hammasini bittalab tekshirib, o'sha joyni amin bo'lib bosib olsangiz bo'ladi. Ma'lumotimiz yoqamiz, bitta like bosib qo'ying. Bunga o'xshash ma'lumotlarni kanalimizda ko'p joylaganmiz. Kirib, har bittasidan ko'rib, foydali bo'lsa biz xursand bo'lamiz.